sifati eng yaxshisidan, pul anchagina arzondan so'ragan akalarimizga mana biz Altemur zavodimizdan xudo xolasa mana shunday universal drabikalarimizni ishlab chiqarib qo'ydik. Bu universal drabikalarimiz albatta 220 ga ishlaydi. Xohlasangiz o'tingizdan, xohlasangiz doningizni hammasini chiqarib beradi xudo xolasa. Bu universal drabikamizdan sizga bitta to'liq obzorni qilib beramiz va undan keyin o't chiqarishlarni birma-bir hammasini ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu drabikamiz ayniqsa universal o't bor, o'tlarni hammasini somon bormi, pahol bormi, makkapoya bormi, donlarni ham hammasini xudo xolasa yorma va kepak holatga olib kelib beradi. Bu drabikamizni og'izlari to'rtburchak qilib tayyorlangan va listlari eng qalin listlardan xudo xolasa hamma joyi to'liq listlardan bo'lgan. Yetaklab yurgani mana bunday balonchalarni ham qo'yib qo'yganmiz. U yoqdan bu yoqqa ko'chirish uchun, mana shunday ko'chirish uchun balonchalar bilan jihozlangan xudo xolasa. Xo'p, bu drabilkamizda yana komplektda 4 xil setkasi bo'ladi. 2 xil o't uchun va 2 xil don uchun. Setkalari mana bunday yonidan almashadi. Mana bunda ko'rsatsam, o'zida katta mol bo'lib turibdi. Buni olib turib, mana bunday o'ziga kerakli setkalari xudo xolasa komplektda bor. 2 xil o't uchun va 2 xil don uchun. Kepakqa beradi donlarda, bunisi yormaqa beradi, bunisi qo'yadigan, bunisi moliydigan chiqarib beradi xudo xolasa. Mana shunday 4 xil setkalari bor. Hammasi mana bunday qilib yonidan olinib va qo'yiladi va bu apparatimizga motorlari 3 kW 3000 obort motorlarimiz qo'yilgan. Albatta buni misligi ham va alyuminiyadan qo'yib beramiz. Xudo xolasa bemalol zakaz berishingiz mumkin. Va pichoqlarni so'ragan akalarimizga pichoqlari o'sha listli mahavikdan qo'yilgan. Qalin listlardan mana ko'rsatib qo'yamiz. Qalin listlardan qo'yilgan, qalin listli mahavik va undan tashqari malatka o'ylari bor va segmentlari mana kuydirilgan segmentlardan qo'yilgan. Hammasi mana kalyonning kuydirilgan segmentlardan va o'sha bu segmentlari kesib bersa, mana bularni ezib beradigan mana malatka o'ylari hammasidan qo'yilgan. Hop, bu drabilkamizda endi motorlari 3 kW 3000 obort bo'ladi, aytdim. Va 6,5 kW desa ham bor. 6,5 kW desan so'ragan akalarimizga mana 6,5 kW desa bor. Bemalol aloqaga chiqib menga o'sha 6,5 kW desan ber degan akalarimiz mana 6,5 kW yozilgan borib qolishi mumkin, lekin o'shasi ham 3 kW chiqadi akalar xudo xolasa. Shunga ham bir e'tiborli bo'lib qo'yasizlar. Buni aytganimizdek hamma joylari to'liq listlardan tayyorlangan, balonchalari bor va o'zini tokini ko'rsatib turadigan avtomat va voltmetrlari bilan jihozlangan. Hammasi mana. Mana shunaqa o'zini voltmetri, mana bunday avtomati 220 volt tokka ishlaydi. Oddiy 220 volt tokka ishlaydi. Va bu apparatimiz universal, o'tni ham, donni ham, somonni ham, paholni ham hammasini chiqarib beraveradi. Xudo xolasa bugungi videomizda hozir sizlarga chiqarib ko'rsatib beramiz. Bittasida mol yeydigan, bittasida qo'y yeydigan, bittasida donni yorma, bittasida kepak qilib hammasini chiqarib beramiz. Mana bu yerda o'tlarimiz tayyor qilib qo'yganmiz. Hozir bu joyda o'sha hozirgi kundagi quruq makkapoyalar, hop, yer yong'oq, mosh, pahol, somon hammasini xudo xolasa chiqarib ko'rsatib beramiz. Mana bunday makka bilan bug'doyni ham chiqarib beramiz va mana bunday katta-katta makka sotalarni ham chiqarib ko'rsatib beramiz. Bu apparatimizda o'sha aytganimizdek, hop, universal hammasini chiqaraveradi. Xudo xolasa hozir bunisida setkasi yo'q ekan. Mana bunday qo'ybob setkasini qo'yamiz. Mana shu yonidan tushadi. Mana shu holatda xudo xolasa qo'ybob setkasini qo'yib, mana bunga qo'yildi qo'ybob setkasi, bunda turibdi molbob setkasi. Hozir sizlarga mana shunda xudo xolasa mana shu aytgan o'tlarimizdan ozgina chiqarib ko'rsatib beramiz. Endi mana shu qo'ybob setkasida hozir mana bunday makkapoyamiz chiqarib beramiz. Eng qalindan bo'lgan quruq makkapoya, mana shuni chiqarib beramiz. Va eng qiyini bo'lgan mana bunday shola somon, pahol chiqarib beramiz. Mana endi ozgina mosh pres. Mana somon. Va eng oxirida mana shu yer yong'oq preslardan hozir chiqarib beryapmiz.
Hop, endi bunisi qo'yib olib ketkazib chiqdi. Endi bunisida mol yeydigan holatda hozir chiqarib ko'rsatib beramiz sizlarga hozir. Qani, boshlaylik. Bunday makka poyalargacha hammasini chiqarib yuboramiz. Mana shunday makka poyamiz, bir bog' makka poya. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Yer yong'oq pres. Mana ozgina mosh pres. Va somon pres sizga. Endi bu ikkalasida donlarni chiqarib beramiz. Bunisida mana shunday donlarni maydasini pastki kepak holatida, bunisida narigisi yorma holatida ozgina chiqarib ko'rsatib beramiz, xudo xolasa sizlarga. Xo'p, 220 volt tokka ulab oldik. Qani, boshladik. Makka sotalar mana bu joydan solinadi. Zaslonkasi bor, bitta ochiladi, sekin chiqib boshlayveradi. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa hozir sizlarga hamma o'timizni, hamma setkasini chiqarib ko'rsatib berdik. Endi bitta chiqargan narsalarni ko'rsatamiz. Endi bu birinchi holatda chiqarganimiz somon, yer yong'oq, hammasi aralashib ketgan. Mana qo'yga beradigan va silosga aralashtirib beradigan eng zo'r holatda. Mana pastda sholi somon, ya'ni poholni chiqargan natijasi mana. Va undan pastida makka poya. Ko'ryapsiz makka poyani. Bandalargacha yorib o'rgan, chunki bunda malat qo'ylari ham bor. Afshi zo'r chiqargan mana bunday setkasida. Endi bunisida katta setkasida mol yeydigan holatda mana bu somon va buni pastida ozgina mosh, yer yong'oq va makka poyani ham xudo xolasa mana juda chiroyli va zo'rlab chiqarib berdi. Mana makka poya. Bunisi sal ozgina yirikroq chiqqan. Endi u narigisida qo'yadigan, bunisida mol yeydigan holatda juda zo'r qilib chiqarib berdi. Endi bu ikkalasida hop narigisida kepak holatda va bunisida mana bunday yorma holatda makkani mardaklari. Ko'ryapsizlar, katta makka mardagini xudo xolasa sovordim. Inshaalloh chiqarishlari afshi zo'r, dahshat chiqaryapti. Endi bunisida pastki kepak holatida mana chiqargan natijasi. Xudo xolasa chiqarish ham yomon emas, zo'r chiqaryapman. Chiqarishlari ham inshaalloh zo'r. Bunda endi makka ham bor, ichida bug'doy ham bor. Xudo xolasa bularning hammasini to'lig'icha ma'lumotlarini berdim. Agar qanaqadir ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa yoki sizga qanaqadir o'tlarni chiqarib bera olmay qolgan bo'lsak, xudo xolasa bizni o'zimizda shu Altemir YouTube kanalimizga yuklanadi bu videomiz. O'sha kommentariyasiga yozib ketasiz. Xudo xolasa sizni o'sha hop taklif istaklaringizga nisbatan xudo xolasa keyingi videolarimizda o'sha o'tlarimizni chiqarib ko'rsatib beramiz. Hop bu apparatlarimizni narxlari qiziq akalarimizga, hammaga qiziq narxlari aynan mana shu ishlatganlarimiz narxi, o'zimizning Altemir zavodimizdagi narxi 2.300.000 so'm. Aluminlik bo'ladi, 3 kW 3000 obort va misligi bo'ladi, 6.5 kW yozilgan bo'ladi
Uni narxi 2 million 600 ming so'm o'zimizning Altemir zavodimizning narxi. Endi siz bemalol telefon qilib o'zimizga zakaz berishingiz mumkin. Zakaz bersangiz, xudo xohlasa sizning masofangizga qarab dastavka xizmati shu narxlar ustiga ozgina qo'shiladi. Agar yo'q, men o'zim sizlarga yaqinroqman yoki yo'lim tushgan deb chetda o'zimizning Altemir zavodimizdan mana shunday drabilkalarimizni olib kelsangiz, albatta sizga alaminligi 3 kW 3 mega volt alaminligini 2 million 300 ming so'm va 6,5 kW misligini sizga 2 million 600 ming so'm qilib beramiz. Xudo xohlasa mana shunday universal drabilkalarimiz. Bu drabilkalarimiz endi chiqarishda uncha-muncha changga bo'lishi mumkin. Agar bu changishiga qarshi menga chang chiqarmaydigan narsa bormi degan akalarimizga mana bunday chang chiqarmaydigan palatkalarimizni tayyorlab qo'yganmiz. Xudo xohlasa bu chang chiqarmaydigan palatkalarimiz cheklanmagan miqdorda bor. Mana bu joyga universal drabilkani shunday og'zidan kirgizib olinadi, ichiga bemalol chiqarilaveradi. Chiqarib bo'lgandan keyin zamog'ini bitta yechib, ichidagi o'tlarni olinaveradi. Bu chang chiqarmaydigan palatkalarimizni narxi o'zimizni hop 300 ming so'm yetkazib beryapmiz. Bir donasi narxi. Xudo xohlasa materiallarim yaxshisidan, zamoklarim yaxshisidan tayyorlangan. Mana bu joylarda rezinalari bor. Shu drabilkan og'ziga kiradi, bo'ldi. Umuman chang chiqmaydi, xudo xohlasa. Kimgadir mana shunday chang chiqarmaydigan palatkalar yoki universal drabilkalarimizni xohlasangiz, mana bunday arzon variantdan xohlasangiz mana bu tomonda turibdi. O'sha eng nomer 1dan va eng zo'rdan so'ragan akalarimizga xudo xohlasa hammasidan bor. Bizga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Ishingizni chiroyli qilib, sifatli qilib va tez orada bitkazib beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Shu videomizni shu joygacha ko'rgan akalarimiz bitta like tugmasini bosib qo'yishni unutmaysizlar.